Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ushbu video davomida qanday qilib Microsoft Access dasturida ma'lumotlar bazalari bilan ishlashni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan ish ma'lumotlar bazalarini yaratish. Demak, bo'sh ma'lumotlar bazasini yaratamiz. Unga nom beramiz. Masalan, maktab uchun ma'lumotlar bazasini yaratayotgan bo'lsak, school deb nom berishimiz mumkin. Uni qayerga saqlashni ko'rsatishimiz ham mumkin. Xo'p, endi oxirida save tugmasini bosamiz. Demak, bizda ma'lumotlar bazasi yaratildi. Endi bizda default holatda tablitsa bir jadval qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Agar xohlasak buni o'chirishimiz yoki aynan mana shu jadvalni o'zini tahrirlashimiz mumkin. Jadvalni tahrirlash uchun jadval yopilgan bo'lishi lozim. Xo'p, demak, sozdание bo'limiga o'tib, tablitsa bo'limini tanlaymiz va tablitsa bo'limida konstruktor bo'limiga o'tamiz. Endi jadvalimizga nom beramiz. Keling, birinchi bo'lib studentlarni, ya'ni talabalarni saqlash uchun student deb nomlangan jadvalni yaratamiz. Student jadvali yaratildi. Student jadvalida demak, endi jadvalda o'quvchining xususiyatlarini, ya'ni uning ma'lumotlarini saqlash uchun jadvalni shakllantirishimiz mumkin. Demak, har bir studentimizda bizda avtomatik ID ustuni biriktiriladi va ID ustuni avtomatik raqamlab boriladi, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. Xo'p, demak, studentlarimizda first name bo'lishi mumkin. Bu albatta qisqa matn ko'rinishida kiritiladi. Last name bo'lishi mumkin. Keyingisi middle name, age bo'lishi mumkin yoki date of birth deyishimiz mumkin. Bu endi matn ko'rinishida emas, sana va vaqt ko'rinishida kiritiladi. Xo'p, endi keyingisi gender deyishimiz mumkin. Va genderda logический, ya'ni boolean turida true false ko'rinishda ham saqlashimiz mumkin. Misol uchun, qiz bolalar uchun 0, o'g'il bolalar uchun 1 yoki teskari holatda o'g'il bolalar uchun 0, qiz bolalar uchun 1 qilib saqlashimiz mumkin. Bu mutlaqo o'zingizga bog'liq. Va oxirida har bir o'quvchi qaysi sinfga biriktirilganini, qaysi sinfda o'qishini ham saqlab borishimiz lozim. Buning uchun bizda har bir o'quvchini, misol uchun 6-sinf, 7-sinf, 8-sinf deb sinfini nomini yozishdan ko'ra, sinf degan alohida jadval yaratib, sinfning IDsini ushbu maydonda yozib borishimiz xotiradan ancha yutishga yordam beradi. Shuning uchun bunda числовой deb nomlab qo'yaman. Ya'ni boshqa ustunda grade degan boshqa ustun yaratamizda, unda sinflarni saqlab, bu ustunda o'sha sinfning IDsini yozib qo'yamiz xolos. Ya'ni bu bizga xotiradan yutishga ancha yordam beradi. Hop, endi demak, bu jadvalimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi rejim o'tib, demak, jadvalimizni saqlab olsak bo'ladi. Demak, first name, last name, middle name, date of birth, gender, grade. Okay. Endi hop, bizga kerak bo'ladigan keyingi ustun, keyingi jadval grade jadvali, ya'ni o'quvchilarning hop, demak, hop, konstruktorga o'tamiz. Demak, nom beramiz grade, ya'ni sinflarni saqlash uchun. Demak, har bir sinfning o'zining IDsi bo'ladi va albatta nomi bo'ladi. Hop, yili bo'ladi, ya'ni nechinchi sinfda. Va hop, albatta bu korotka tekst emas, raqamli ko'rinishda. Keyingisi albatta nomi. Buni qisqa matn ko'rinishida saqlashimiz mumkin. Korotka tekst, okay. Xo'sh, endi cheklovlar bilan ishlashimiz ham mumkin. Misol uchun, razmer polida name ustunda 255 ta simvol kiritish mumkin hozirda. Lekin bu ancha ko'p. Demak, buni cheklaydigan bo'lsak, 30 ta qilishimiz mumkin yoki 20 ta qilishimiz mumkin. Bu loyihaga qarab, maqsadga ko'ra belgilashimiz mumkin. Demak, bizda hozirgi holatda 20 ta belgiga ham e'tibor beradi. Va shu bilan birgalikda обязательный поле ustuni net turibdi, ya'ni hozir ma'lumot kiritayotganda grade ga agar misol uchun sinf yaratadigan bo'lsa, name bo'limini taylab o'tib ketish mumkin. Lekin bizda bu xatolikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun to'ldirish majburiy qilmoqchi bo'lsak, обязательный poleni da ga o'zgartirishimiz kerak. Xo'sh, endi
Demak, boshqa usullarni ham xuddi shunday qilishimiz mumkin. Cheklovlar ustida ishlab, hop, обязательно polosini dagiga o'zgartiramiz. Hop, student ustunida ham xuddi shunaqa cheklovlar bilan ishlashimiz mumkin. Demak, first name ga o'tadigan bo'lsak, ikkita 5 ta simbol ko'plik qilishi mumkin. Demak, ortiqcha ma'lumot sarfiga olib kelishi mumkin. Обязательно polosini da qilamiz. Last name ustunini ham xuddi shunday tahrirlaymiz. Middle name ni ham kiritish majburiy qilamiz belgilarga. 30 ta yozsa yetadi. Hop, endi demak, jadvallarimizni saqlab olamiz. Yaxshi. Demak, bizda grade ustuni, grade jadvali va o'quvchilar ma'lumotini saqlash uchun student jadvali bor. Hop, endi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu ikkita jadval o'rtasida bog'liqliklarni yaratish. Ya'ni student ustuni, student jadvalidagi grade ustunidagi ma'lumotlar grade jadvalidan olinadi. Ya'ni bu ikkita table o'rtasida bog'liqlik bor. Ya'ni relationship deymiz. Buning uchun jadvallar o'rtasida bog'liqlikni yaratish uchun работать bazaviy данных bo'limiga o'tib, sxema данных bo'limini tanlaymiz. Va bu bo'limdan, bu menyudan qaysi jadvallar o'rtasida bog'liqlik yaratmoqchimiz. Demak, grade va student bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun добавить va student tablening ustiga ham добавить qilamiz. Demak, bular shunchaki maydonga qo'shib olindi. Bular ustida hali bog'liqlik yaratilmadi. Endi biz bog'liqlikni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ham jadvallarni kengaytirib olishimiz mumkin. Hop, yaxshi. Endi istalgancha o'rnini almashtirishimiz mumkin. Endi student jadvalining grade ma'lumotlari grade tabledagi ID'lar bilan to'ldiriladi. Demak, buning uchun grade ID dan oladi. Buning uchun grade ni tanlab, ustiga sichqonchaning chap tugmasini bosib, shunchaki ushlab, surib ID ga olib kelib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sazat. Va endi bizda ikkita jadval o'rtasida bog'liqlik yaratildi. Xo'sh, endi grade biz studentga ma'lumot kiritayotganimizda first name ni kiritamiz, last name, middle name, date of birth, gender ni kiritamiz. Grade ga kelganda biz qo'lda ma'lumot kiritmaymiz. Shunchaki mana grade table'idagi ma'lumotlardan birini tanlab qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni relationship ni saqlaymiz. Zakrit qilsak ham bo'ladi endi. Hop, endi qilishimiz kerak bo'lgan ish, lekin hali ham ko'rishimiz mumkin. Grade ustunida hali ham eski holatda turibdi. Hali ham o'zgartirishlar kiritishimiz lozim. Demak, deylik. Endi biror ma'lumotlar kiritib, relationshipni to'g'rilab olamiz. Demak, birinchi sinf yaratib olishimiz kerak. Demak, 5-sinfda o'qiydigan 5-blue sinfi deylik. Yoki yana bir 5-sinfda o'qiydigan 5-green deb nomlangan sinf. Xuddi shunday. Demak, 6-sinfda o'qiydigan 6-blue 6 green 7 green. Sorry. Demak, blue deyishimiz mumkin. Keyingisi 7 green 8 blue. Yana 8-sinfda o'qiydigan 8-green sinfi 9 blue 9 green va hokazo. Demak, bizda grade jadvaliga mana shu sinflarni yaratdik. Xo'p, endi bu bizga kerak emas. Yopib qo'ysak ham bo'ladi. Endi demak, to'g'rilab olishimiz kerak bo'lgan ish studentga ma'lumotlarni kiritayotganimizda, ya'ni grade'ga qo'lda ma'lumot kiritmaylik. Mana bu grade jadvalidagi ma'lumotlardan bittasini tanlaydigan qilishimiz kerak. Buning uchun student jadvaliga o'tib, ya'ni konstruktor menyusiga o'tamiz va endi grade fieldini tanlaymiz, grade ustuni tanlaymiz va postanovka bo'limiga o'tamiz. Endi bu yoqdan polya emas, maydoncha emas, demak, ro'yxatdan tanlash maydonini tanlaymiz. Uchinchisi, agar bu ingliz tilida bo'lsa, combo box deb chiqadi ingliz tilida.
Hozirda ushbu video darsda Microsoft Access dasturini 2016-versiyasidan foydalanyapti. Demak, versiyalarga ko'ra tugmalarning ko'rinishi yoki joylashuvi yoki interfeys tili farq qilishi mumkin. Hop, endi biz demak grade ustuni ma'lumotlarni qaysi jadvaldan olishini ko'rishimiz kerak. Buning uchun grade ni tanlab qo'yamiz. Hop, endi demak menyuda nechta ustun ko'rsatilsin, ya'ni grade jadvalining bizga uchala ustunni ham ko'rish kerak bo'ladi. Demak, student qaytib, hop, число stolbga 1 emas 3 tanlaymiz va endi ширина spiskani avto emas 10 ga o'zgartirsak ancha qulay ko'rinishda bo'ladi. Hop, demak bizda o'zgarishi tayyor. Hop, yana student bo'limidan rejim tablitsini tanlaymiz. O'zgarishlarni saqlaymiz. Okey. Endi ma'lumot kiritadigan bo'lsak, misol uchun Ravshan Sodiqov middle name misol uchun date of birth ga tanlaymiz. Misol uchun genderga o'g'il bolaga agar galashka qo'yamiz, qiz bolaga galashka qo'ymasdan tashlab ketadi. Grade'ini ko'radigan bo'lsak, endi qo'lda ma'lumot kiritilmaydi. Mana menu tanlanadigan. Demak, bu ma'lumotlar bizda grade table'idan olinyapti. 9 blue deymiz, misol uchun, yoki 8 green deymiz, yoki 5 blue deymiz. Hozir ko'rishimiz mumkin, grade ustuniga 1 yozildi, lekin bu birinchi sinf degan ma'noni bildirmaydi. Bu hozir grade ustunidagi birinchi ID ga teng bo'lgan ma'lumotni olyapti, ya'ni 5-blue sinfi degan ma'lumotni anglatadi. Yoki biror qiz bolani kiritadigan bo'lsa, misol uchun. Tanlaymiz. Demak, genderga qo'ymasdan o'tib ketamiz. Hop, yana grade'dan tanlaydigan bo'lsak, misol uchun 6 green. Endi xuddi shu tarzda studentlarni saqlab borishimiz mumkin. Hop, yana kiritadigan bo'lsak, misol uchun hop, middle name ga misol uchun boshqa qilsak, tanlaymiz, genderga qo'yamiz galashkani, hop, sinf tanlaymiz, misol uchun 9-blue va hokazo. Demak, boya demak sxemadan aniq bo'limiga o'tib, table'da relationshipni yaratganimiz bilan demak student jadvalidan grade'ni mana bunday menu orqali tanlash imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Biz student jadvalini konstruktor menusiga o'tib, demak alohida postanovka bo'limiga o'tib to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu narsa muhim jihat. Hop, demak grade bizda ortiq kerak emas. Alohida ishlatmaymiz grade bilan. Hop, endi bizda ma'lumotlar bor. Hop, endi keling, misol uchun ma'lumotlar orasidan qanday qilib o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qidirishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni so'rovlar bilan qanday ishlash mumkin. Hop, buning uchun yana sozdание bo'limiga o'tib, konstruktor zaprosovga o'tamiz, ya'ni master query, queries inglizchada. Hop, o'tamiz. Demak, biz studentlarni qidirmoqchimiz. Demak, student table'ni tanlab добавить bosamiz. Xo'sh, endi bu bizga shunchaki table'ni ustunlarni ko'rib turish uchun yordam beradi. Demak, maydonchani tanlaymiz, misol uchun ID ustuni ekranga chiqsin, so'rovdan keyin first name ustuni ham so'rovdan keyin ekranga chiqsin, last name ham ekranga chiqsin. Hop, deylik middle name kerak emas, date of birth chiqsin. Yoki gender ham ekranga chiqsin. Va hokazo, bu yetarli. Hop, mayli grade ham chiqa hozir. Xo'sh, endi demak so'rov yaratishda hop, kattaroq ekranni ko'rishimiz yaxshiroq menimcha. Hop, demak, mana bu joyda agar biz bir qatorda yozadigan bo'lsak so'rovlarimizda, ya'ni mana shu qator o'zida yozadigan bo'lsak, so'rovlarimiz orasiga va qo'yib bog'laniladi. Misol uchun,
teng 3 yozadigan bo'lsak, idsi 3 ga teng bo'lgan o'quvchilar bizga ekranga chiqadi. Ya'ni bizada id unikal bo'ladi, ya'ni takrorlanmas bo'ladi. Demak, idsi 3 ga teng bo'lgan bittagina o'quvchimiz bor. Demak, bajaradigan bo'lsak, выполнить bosadigan bo'lsak, mana Asror Baratov ko'rishimiz mumkin. idsi 3 ga teng bo'lgan. Hop, endi so'rovimizni o'zgartiramiz. Yana konstruktorga bosamiz. Hop, endi idsi 3 ga teng bo'lmagan demoqchi bo'lsak, demak bizda katta kichik belgilarni yonma-yon qo'llashimiz kerak. Demak bizda 3 ga teng bo'lmagan, ya'ni idsi 3 ga teng bo'lmagan o'quvchilarni ekranga chiqaradi. Run bosamiz, demak birinchi va ikkinchi idli o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, endi deylik, agar siz mabodo last name ni tanlab ekranga chiqishini xohlamasangiz, prosta galaktikani o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, bajaradigan bo'lsak, endi bizda last name ustuni ekranga chiqmaydi. Hop, bizda hozirgi holat last name chiqa qolsin. Hop, bu bizga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Hop, endi bir nechta ustun bo'yicha so'rovlarni ham yozishimiz mumkin. Agar katta yoki kichkina belgilarni ham xuddi odatiy tarzda qo'llanishi mumkin. idsi 3 dan katta bo'lgan o'quvchilarni chiqarish yoki idsi 3 dan kichkina bo'lgan o'quvchilarni chiqarish va hokazo. Agar ikkalasini birga qo'llaydigan bo'lsa, teng emas ma'nosida ishlatiladi. Hop, first name ustuniga, ya'ni o'quvchilarning ismlarini ham saralash mumkin. First name ustunida bilamiz, hech qanaqangi raqamlar saqlanmagan, bunda satrlar ko'rishimiz mumkin, ismlarni ko'rishimiz mumkin. Endi bunda katta kichik belgilarni qo'llash mantiqan xato bo'lardi. Demak, satrlar bilan ishlash uchun bizda like buyrug'i bor. Ya'ni like, hop, mana shunga o'xshagan ma'nosida, ya'ni biz bergan so'rovga o'xshash ma'nosida ishlatiladi. Hop, demak, like buyrug'ini quyidagicha yozadigan bo'lsak, a belgisi va o'rtadan ikki tomonda yulduzcha qo'yadigan bo'lsak, hop, bizda ya'ni ismida, first name'ida a qatnashgan, ya'ni o'rtasida qatnashgan, ya'ni yulduzcha o'rnida istalgancha belgi kelishi mumkin yoki umuman kelmasligi ham mumkin. Misol uchun Madina ismi mos keladi. A qatnashgan yoki Asila yoki Abror ismi ham mos keladi bizda, chunki yulduzcha o'rniga istalgancha belgi kelishi mumkin, kelmasligi ham mumkin. Abror ismida a'dan oldin hech narsa kelmayapti. Demak, bu ham bizda so'rovga mos kelaveradi. Lekin so'rovni bir qatorda yozdik. Bu degani, demak, so'rovimiz quyidagicha mantiqqa ega bo'ladi. Demak, idsi 3 ga teng bo'lmagan va ismida a qatnashgan ma'nosida ishlatilyapti. Hop, demak, buni run beradigan bo'lsak, demak, Ravshanda a qatnashgan, bu yoqda ham qatnashgan, Charosda ham qatnashgan va idsi 3 ga teng bo'lmagan. Hop, so'rovimizni o'zgartiramiz. Agar bu yoqdan qo'yadigan bo'lsak, o'ng tomondagi yulduzni o'chiradigan bo'lsak, buni ma'nosi, ya'ni ismi a bilan yakunlangan degan ma'noda kelinadi. Demak, hozir biz idsi 3 ga teng bo'lmagan va ismi a bilan tugaydigan o'quvchilarni qidirayotgan bo'lamiz. Hop, выполнить bosadigan bo'lsak, bizda hech kim chiqmadi, chunki idsi 3 ga teng bo'lmagan birinchi va ikkinchi o'quvchilar bor. Bularning hech birlarining ismi a bilan yakunlanmagan. Hop, so'rovimizni o'zgartiramiz. So'rovimizni o'zgartiramiz yoki teskarisiga agar bunaqa qo'yadigan bo'lsak, ismi faqatgina a bilan boshlangan degan ma'nosida qo'llaniladi. Demak, like buyrug'ida bitta belgini o'rniga bir nechta belgini ham qo'llash mumkin. Misol uchun ab ismi ab bo'lib boshlangan ismlarni qidirish va hokazo. Hop, demak, bu so'rov ma'nosi idsi 3 ga teng bo'lmagan va ismi a bilan boshlangan. Chunki biz so'rovni bir qatorda yozyapmiz. Xuddi shunday keyingi qatorlarda ham davom etib ketish mumkin. Hop, demak, bajaradigan bo'lsak, yana bizda hech kim chiqmaydi, chunki birinchi va ikkinchi o'quvchilarimiz ismlari a bilan boshlanmagan. Agar so'rovimiz salgina o'zgartirib r harfiga o'zgartiradigan bo'lsak, misol uchun, ya'ni idsi 3 ga teng bo'lmasin va ismi r bilan boshlansin. Ishlatadigan bo'lsak, demak, Ravshanni ko'rishimiz mumkin. Demak, biz so'rovimizda kichkina r dan foydalangandik, lekin bu yoqda Ravshan ismi katta r bilan yozilgan. Access dasturida demak, so'rovni bajarayotganda katta va kichik harflarning ahamiyati yo'q. Demak, kichkina r bilan so'rov berganimizda katta r bilan boshlanadigan ismlarni bizga topib beraveradi. Xo'sh, endi agar biz
shartlarimizni bir emas, pastki qatorda ham yozsak, demak bu shartlarning orasiga yoki qo'yib bog'laniladi. Masalan, bu so'rovimiz idsi 3 ga teng bo'lmagan yoki ismi r bilan boshlangan degan ma'nosida keladi. Demak, bajaradigan bo'lsa, yana shu o'quvchilarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu holda karotsiz islovmani qo'shilishiga sabab idsi 3 ga teng bo'lmagani. Ya'ni ismi r bilan boshlanmasa ham hech bo'lmaganda idsi 3 ga teng emas. Demak, xuddi shunday ishlaydi so'rovlar bilan ishlash. Demak, bir nechta shartlardan foydalanib yozilgan so'rovlar kompleks so'rovlar, ya'ni murakkab so'rovlar deyiladi. Ya'ni hozir ekranda murakkab so'rovni ko'rib turibsiz, chunki biz bir emas, bir nechta ustun orqali ma'lumot qidiryapmiz. Va o'zaro bog'liqlikka ega bo'lgan, jadvallari o'zaro bog'liqlikka ega bo'lgan ma'lumotlar bazasi relatsion ma'lumotlar bazasi deyiladi. Demak, bu ozroq nazariy jihatlar. Demak, biz hozir relatsion ma'lumotlar bazasini yaratdik. Chunki bizda ikkita jadvalimiz o'rtasida bog'liqlik bor. Ya'ni jadvallarimiz o'zaro bog'liq. Hop, so'rovimizda ham biz agar qaraydigan bo'lsak, biz kompleks so'rovlar bilan ishlashni ham o'rgandik. Endi hop, barchasini saqlab qo'yib, hop, demak, so'rovlarimizni ham saqlashimiz mumkin. Demak, doimiy ishlatiladigan so'rovlarni takror yozmasdan so'rovlarimizni ham saqlab qo'yishimiz mumkin. Hop, demak, saqlash boshlaydigan bo'lsak, hop, nom berib qo'yishimiz mumkin. Retrieving students deb qo'yaylik. Retrieving students. O'zimiz uchun qanaqadir. Demak, ko'rishimiz mumkin. So'rovlar bo'limida ham jadvallarimiz bilan birga, demak, tablitsa bo'limida biz yaratgan jadvallar, so'rovlar bo'limida biz yaratgan so'rovlarimiz saqlanib qoladi. Demak, kerakli holatda, muhim holatlarda uni yana qaytadan o'zgartirib, qaytadan yana ishga tushirish mumkin. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, bugungi video darsimizda Access bilan mana shularni o'rganmoqchi edik. E'tiboringiz uchun rahmat.